Assalomu alaykum, xayrli kech qadrdonlarim, azizlarim, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Anchadan beri shunaqa ko'rishib, gaplashmayotgan ekanmiz. Sizlarni judayam yaxshi ko'rishimni aytmoqchiman. Sababi tomog'im og'riganda judayam samimiy tilaklaringizni bildirib, duolar qildinglar, hattoki retseptlar ham yozdinglar, bunaqa qiling deb. Rahmat kattakon, shunchalik bir begona insonni o'ylab, mehr berib, vaqtinglarni ajratib, yozib, men uchun qayg'urganinglar uchun kattakon rahmat sizlarga. Judayam sizlarni yaxshi ko'raman. Bejizga men sizlarni oilam demayman. Haqiqatda meni Instagramdagi oilam sizlar. Sizlarni judayam yaxshi ko'raman. Hurmat qilaman. Nima desam, meni подписчиklarimdagi подписчик boshqa hech qayerda yo'q. Buni bemalol baralla ayta olaman. Birin-ketin savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Ancha yaxshi tomog'im og'rimagan, ya'ni yutinganimda ham og'rimayapti. Qanaqa desam, yo'talim yo'q, qichishish yo'q, shunchaki ovozim bo'g'ilib qolgan. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Uydagilar ham, oyijonimgilar ham, qaynona oyijonim, voy shunaqasi ham bo'lar ekan deb ovoz bo'g'ilib qolsa, voy tavba deb hayron qolyaptilar. Men ham o'zim hayratdaman. Lekin avvalambor sizlarning duoinglar bilan tuzaldim. Undan tashqari meni eng qutqargan narsa bu mana shu kokteyllarim. Men shuni ichib kuchga to'ldim. Har doim ichib yuraman. Men qo'shimcha "Mama для твоей красоты" deganni ichdim-da. Mana hozir ham vaqti keldi ichishimni. Har doim kechki payt ichib, kuchga to'lib yuzlarim umoganda ichki qarishi oldini olib, chiroyli bo'lib, keyin uyquga ketaman. Hozir как раз ichishim kerak edi, sizlar bilan gaplashib ichib olaman. Bismillahirrohmanirrohim. Shunaqa oxirgi payt o'quvchilarimdan ham, sizlardan ham kelayotgan savol, kimlarga mumkin enel kokteyllari? Men semirib ketyapman, lekin qiz bolaman, menga mumkinmi yoki men yaqinda farzandli bo'ldim, emizukliman deganlar ko'p. Albatta, emizuklilarga ham va qiz bolalarga ham mumkin, farqi yo'q uni. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, enel bu sizlarga vitamin, minerallarga boy kokteyl. Bitta kokteyl emas, agar ozmoqchi bo'lsanglar, mana bunaqa drain effektlari bor. Bu o'sha tilla narsa-da, buni kunduz kun ichasizlar. Endi Madina meni dugonam sizlarga retsept, ya'ni o'sha nima desam, ketma-ket ratsion tuz beradilar, o'shanga qarab ichasizlar. Enelchilar judayam ko'p, lekin haqiqiy enelchi faqatgina Madina deb ayta olaman. Chunki haqiqiy ishning ustasi-da Madina. Ketma-ket erinmasdan birma-bir o'rgatadi, nimani qanaqa ichishi, nima qilsa to'g'ri bo'ladi, to'g'ri bloklashi, hammasini zo'r biladi. Hozir sizlarga mana otsiflarni ham qo'yaman. Aynan Madina Azizova dugonamdan olib kokteyllarni ichib ozayotganlar judayam ko'p. Son sanoqsiz. Men bilasizlar, men sizlarni yaxshi ko'rganim uchun, живой auditoriyam bo'lganinglar uchun hech qachon men sizlarga yolg'on informatsiya bermayman. Unaqa kelsa 15 любой odamni ayturmayman. Oldin o'zim ichib ko'raman, o'zim tasdiqladaman, ya'ni o'zimni o'sha nimalarimdan o'tadi, undan keyin sizlarga tavsiya beraman. O'zimga yoqsa, любой narsani reklama qilib keturmayman, uni bilasizlar. Reklamniy menda akkaunt emas, uni ham прекрасно bilasizlar. Shunchaki men haqiqatda tug'ruqdan keyin emizuklik holatimda ham shu enel mahsulotlarini, kokteyl, drain effect, detokslarni ichib turib, ozganim uchun, to'g'ri va sog'lom ozganim uchun va farzandimga zarar yetmagani uchun sizlarga bemalol tavsiya qilaman. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan pechati bor sertifikat. Enelni yaxshilab tushuntirib bering iltimos deganlar uchun qaranglar, sizlar 20 kun ichida 5 kilo, hattoki 8 kilogacha ozishingiz mumkin. Sog'lom ozasizlar, hech qanaqa organizmingizga zarar yetmaydi. Faqat Madina Azizovadan konsultatsiya olasizlar. Kokteyl, demak, drain effect va detoks degan narsasi bor. Unda aniq kapsulali bo'ladi. O'shanaqa detoks olasizlar. Drain effect bilan birga aytadilar, nimadan keyin nimani to'g'ri ichishingizni. Shunga qarab ichasizlar. Menda hozir mana bunaqa kokteyl bor. Buni kechki payt ichaman, yaxshi ko'raman. Buni bo'lsa ertalabki ichaman. Bu shokoladnisi shunaqa zo'r ta'mi, sizlarda to'qlik hissini uyg'otadi va shirinlikka bo'lgan ehtiyojinglarni yo'qotadi. Ya'ni shirinlik yeb qo'yaveramiz-ku, va
ayol kishi shirinlik bilan kofeli ichib issiqqina choy ichgisi keladi-yu, ana o'shandan semiriladi. Azizlar, o'shaning uchun shirinlikni bu bo'g'adi. Men hozir sizlarga Madina Azizovani o'zlarini nomerlarini, akkauntlarini qoldiraman. Bemalol o'tib, nima desam, o'zingizlar konsultatsiya olib, konsultatsiya tekin meni nomimda. Meni yaqin dugonamlar, sizlar ham meni yaqinimsizlar. O'shaning uchun sizlarga shularni tavsiya qilyapman. Ad-dushi, irodanglarni mustahkam qilinglar-da, shartta ozinglar. Keyin postoyanno buni ichib yurishinglar shart emas. Buni qanaqa 20 kun ichgandan keyin bo'ldi, normalni ozib oldim desanglar, chiroyli bloklab beradilar. Hamma gap bloklashda azizlarim. Bismillahirrohmanirrohim. Buni ichinglar, yuzinglar tiniqlashadi, mayda ajinlar ketadi, dog'lar ketadi, tug'ruqdan keyin osilishlar ketadi. Bizga kerak-da, qiz bolamisiz, homiladormisiz, hattoki emizuklimisiz, katta yoshli opamisiz, farqi yo'q. Hattoki erkaklarga ham mumkin. Erkaklarning qorni chiqib ketadi-yu, o'shani ham buket qizdiradi. Olib beringlar xo'jayininglarga ham birgalashib iching.